7,5 million so'mdan javurlar kerakmi? Kerak bo'lsa, bu videomizni oxirigacha ko'ring, bilib olasiz. Birin tumani, Birini Ofi, avvalgi Istaxonov, hozirgi Naymon mahallada javurlar sotiladi. Bu javurlarimizning yer maydoni har bir javurin 4 sotikdan 5 ta javurin. Obshi 20 sotik. Xohlasangizlar 20 sotikni birdaniga sotib olishingiz mumkin, xohlasangizlar bo'lib sotib olishingiz mumkin 4 sotikdan do'stlar. Orientirimiz Birin shahridan kirib kelishda birinchi ocha yo'ldan chapga burilamiz, sal yurib turib chapga burilamiz. Shu yerda Zikash bor. Zikash bo'ylab kelasizlar, primerni 1 kilometr yursangizlar, shu yerda chap tarafimizda joylashgan. Bahosini kelsak, bahosi dimzo'r do'stlar. Har bir 4 sotik 7,5 million so'mdan aytilishi, bundan ham qaytiladi. Xohlasangizlar obshi 20 sotik sotib olishingiz mumkin, xohlasangizlar bo'lib sotib olishingiz mumkin. Dokumentlari soz. Maktabga kelsak, maktabimizdan bir odim, mana 55-maktabning filiali bir odim ekan do'stlar. Dokumentlari soz, polni atlaringiz o'tib ketaveradi. Eng zo'r yeri buyog'imiz Zikash. Agar sho'r yerlar bo'lsa, sho'rlarni yuvib bersangizlar bo'ladi. Undan problem bo'lmaydi. O'rdak, gaz bog'averasizlar. Zo'r mesda. Bu yerda o'sha javurlar ko'tarib boshlagan, salib boshlayotirlar. Xudo xolasa 4-5 yildan keyin bu yerda umuman javurin qolmaydi. Telefon nomerlari yoziladi, zvont etib kelishib olasizlar. Qatib qolgan baho yo'q, zvont etaverasizlar. Agar menga bu yer uzoq degan bo'lsangizlar, 1265 taksi bor, eng arzon taksi. Shu taksi bilan kelib kelsangizlar bo'ladi. Birinchi chaqirishini 5 ming so'm podarka, ikkinchi chaqirig'ini 2 ming so'm podarka, uchinchi chaqirishini 3 ming so'm cashback bor deyotir. Tanlovda adashmanglar do'stlar. Eng arzon taksi 1265 chaqiraverasizlar.